大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师谢吉拉阿斯盖。今天我们要学习的是第7单元。Bugün öğreneceğimiz 7. kısım. Alimu找工作. Alim Ürümçi'ye geldi, öyzuluk kıldı, andan keyin Muşu ners kereklerini setip aldı, yeni turmuşlarını mı başlap boldu. Emdi bugün alim neymiş kıgıl bardı, hizmet izdigili bardı. Ama o kanda hizmet izdidi, hizmet izdigen muşu jarayanda neymişlağı yoluqdi, bu geplerini kandak deyimiz. 今天我们要学习的呢就是这些内容。好，一样，首先我们要把今天的生词总动员先给学了。Onda hosa sözlükten başladık. 第一个词，应聘。应聘。好，yazılışıga qarsak, 应 degan mahat 应该是应该的个应 degan hatchuna， 我一个广，然后下面呢是一个点点撇横，应。聘 degan mahatga qarsak qandaq 一个耳朵 quloqdagi ar shunaq üstü 一个有 lekin有 degan bu xat oldida chiqib baxmidi bu xat etizdagi ten esimizda bormi ten ustiga bunday chiqib ketgan bo'lsa o'tirdiki shuni ustiga chiqarib olsak 就是这个有对吧 andan xing qilib shu zhe gou ma osti sal 5 ga o'xshab qoldi ilaqi yersan suv bundaq yozilgan 5 ga o'xshab qoldi lekin men bundaq tatsizda ma bundaq agilib chiqsa bo'lmaydi bundaq tuz uzaqmayish kerak. Ha, ingpin. Ma'nisi xizmat izlab berishi. Nima? Qanday bo'lgan vaqtida ingpin deymizsa, 首先招聘 deydigan bir narsa bor. 招聘 deganimiz nima desak, xizmatkor qabul qilsak, 招聘 deymiz. 招 xizmatkor qabul qilish. Masalan, bizning shirkatga Hazır bir müştaq işleydiğen xadim kerek degan bo'lsam, 我说我们公司需要一名职员，那么这时候我要招聘。Mushu xizmat qabul qiladi degan mushu e'lonni ko'rib, men mushu xizmatga o'zimni mos keldik deb o'ylab, hamda mushu xizmatni izlab bo'lsam, nima shu shirkatning odamlariga nima deyman? 我来应聘deymiz. 我来应聘 deymiz. 好，那么比如说men sizlarning mushu shirkatninki mushu soda setiq qiladigan bo'limi yoki bo'lmasa xodimlar bo'limiga mushu xizmat izlab keldim degan bo'lsak, 那么我来你们公司应聘这个销售部职员 deb desak bo'ladi. Odatda mushu bir shirkatga xizmat izlab borgan vaqtimizda mushu chentaydagi mushu oldida turgan odamlar bizdan so'raydi-ku, 请问您找谁 yoki bo'lmasa 请问你有什么事 deb so'ragan chaqda nima deb javob berasiz? Xizmat izlab borgan bo'lsangiz, 我是来应聘的 deb desangiz bo'ladi. Bildikmi? Bir yerga xizmat izlab borgan bo'lsangiz, 我是来应聘的 desangiz bo'ladi. Yana bir qatimday 我是来应聘的 desak bo'ladi. Ha, amsa İkinci söz, 人事部 xodimlar bölümü, 人事部. Nama, 就是说, ma'lum bir shirkatninki mushu odam qabul qilish, odamlarni mushu xodimlarni o'rlashtirish degan mushundaq bir bölümü, onu biz mushu 人事部 bo'lib mangadi. Ha, 人 degan bu xat qandaq, 就是odamdagi 人, ish 就是事情的事, shunaqo ish, 然后部 bölümdeki部门的部，那么上面是一个立ilaqa can degan xatninki ustiga ostida bir tal口 anandagi majiti bir ardov pang 人事部 men xodimlar bölümida ishlayman 我在人事部工作 yoki bo'lmasa men shirkatninki mushu xodimlar bölümida ishlayman desak 我在公司人事部工作 Men xodimlar bölümüninki direktori desek, 我是人事部经理 我是人事部经理 desek bo'ladi. Ha, onda xo'sa bu yerda biz nima direktor deb bir so'z chiqadi-ku, 经理 deb. Ya'ni bizningki mushu 3-chi so'zligimiz 就是经理 degan mushu xat shu.
Qanday yazdı ekanmiz? 一个绞丝旁 ani ke 横撇捺 qilib asti bir tal 工作 degi 工 Nama bu jingli degi jing qaysi yi jing alburun allaqachon deb o'rgandik-ku yi jing degi jing degan xat shu na li degan xatimiz oldida bir tal wang keyni li vayda li ichidagi li jingli direktor ha bizning direktorning familiyasi Wang degan bo'lsak 我们经理姓王 我们经理姓王 Men şirketninki direktori desem 我是公司的经理 我是公司的经理 Sizlarning direktor neketdi desem 你们经理去哪儿了 你们经理去哪儿了 yoki bo'lmasa qayerda degan bo'lsak 你们经理在哪儿 desak bo'ladi. Nima ishxona deganda 办公室 deydi-ku, direktor ishxonasi desak 经理办公室 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 岗位 岗位 gang degan bu xatga qarasak, shamishi 一个山 tag'dagi shan shunaqa osti shu 横折钩 qilib 撇捺 那么位 deganimiz o'rindagi 位 一个单人旁 shunaqa 点横 kichik有一个横 岗位 bu o'rin bu qandaq o'rin desak xizmat o'rin nima masalan bayam xizmat izlab bordik desak yingping deymiz-ku nima qarshi taraf so'raydi qaysi o'ringa mushu xizmat izlab keldingiz qandaq o'rinda ishlamoqchi desak 你来应聘什么岗位或者说你要应聘什么岗位 deb so'rasak bo'ladi岗位 nima masalan iliqi bir mushu xizmatdan tushib ketganni 下岗 deydi-ku mushu 岗位 shu 下岗 岗 deganimiz 就是这个岗位的岗好那么下面一个词销售销售 销 degan bu xat qanday 是一个金字旁然后嘛这里竖点点 qilib asti 一个月 oydagi 月 bundaq shu yozildi lekin shu degan bu xatni biz iliqi 售货员 mal sotquchi prikaschik degan vaqtimizda o'rganib bo'ldik deyba shu 上面是一个 mushu 注 degan xatdan bundaq 4 tal 横 bor-ku ostida 1 tal 口 销售 setish degan ma'noda chiqadi nima bu setish bilan may deb yana bir o'rgangan tuqqu may ig'iz tilda may 东西 may 什么什么什么 deymiz nima kitobiy tilida 销售 deymiz 销售 masalan mushu setish bo'limi degan bo'lsak uni biz 销售部 deymiz uni hargiz may bu desak bo'lmaydi 销售部 deb mundaq ismlar bilan boshqa mundaq qaytib chiqqan vaqtimizda 销售 ni ishlatamiz mingbalama ha unda bo'lsa keyingi so'z 简单 简单 简 degan bu xatga qarasak shamishi 一个 竹字头 asti 一个门 eshikdagi 门 aning uning ichi 一个日 shunaqa iliqi 一间房子 deymiz-ku bir uy degan ashu 间 shu nima 简 bo'lib o'qiladi dan degan vaqtimizda ustida 2 tal chekit andan shu 横折 横 andan ostiga 1 tal 横 qilib eng oxirida 1 tal shu 简单 oddiy degan ma'noda chiqadi oddiy masalan bu ish nihoyatda oddiy ekan desak 这件事情很简单这件事情很简单 siz bek oddiy o'ylaydi ekansiz desak 你想的太简单了你想的太简单了 那么 to'liq desak masalan siz ishlarni bek oddiy o'ylaydi ekansiz desak 你把事情想的太简单了你把事情想的太简单了 men bir nihoyatda oddiy bir odam 那意思就是的 xiyallarım yo'q degan bo'lsam o'sha 我这个人特别简单我这个人特别简单 desak bo'ladi 简单 oddiy nima savollarga ishlasak bo'ldi masalan bu savol bek oddiy ekan desak 这道题很简单 desak mi bo'ladi 好下一个词介绍介绍 keyingi so'z nima 介绍 yazilishi 一个人然后撇竖 上呢是一个绞丝旁 anandagi 横折钩 撇 qilib 一个刀 degan xat shunaqa ostida 1 tal 口 介绍 ma'nosi
tunuşturuş ya. Mesela介绍一下你自己 özünüzni bir tunuşturup ötün.我来做一个自我介绍 özünü tunuşturuşni 自我介绍 ben özümni tunuşturup ötey 我来自我介绍一下 yoki bo'lmasa 我来介绍一下自己一般情况下 odatda 我来做一个自我介绍 deydi做一个自我介绍 deymiz özümni tunuşturup ötey degani. Nama onundan başqa, məsələn biz bu elektronluq sükünlərini setib almaqçı bolğan vaqtimizda, əgər də biz bularni tazı pishiq uqib ketmagan bolsa, qarşı tərəfə nima desək boldu? Bundaq bir tunuşturup ötgan bolsanız desək boludu. Məsələn, 你能给我介绍一下你的这些产品吗？比如说，我想买一部手机，mən bir yanfon setib almaqçı, 你给我介绍介绍. Ay mənə bir tunuşturup ötsəniz, 介绍介绍 desək boludu. yoki bo'lmasa 介绍一下 desakmi bo'ladi. Nima, 一般情况下 masalan bir do'stim bir yangi do'st boshlab kelgan bo'lsa, o'sha, bu yoq men ajab ko'rib baqmabdiman, bir tunishtirib o'tmamsa desak, 我没有见过你这个朋友，或者说，我们没有见过这位，你介绍一下呗，介绍一下 desak bo'ladi. 介绍 ma'nosi tunishtirish. Unda bo'lsa, keyingi so'z 自己是一个木 iliq mu isimiz bormi ko'zdagi mu ustiga bir tal p qo'shib yasaklam shugu p shu hang zhe gou hang ji degan xat hang zhe hang qilib anandagi shu wan gou esimizda bo'lsin miyadagi ma shu wan gouning may va hangning ustiga argiz chiqmaydi chiqibli kelsa bu yijingdagi yi degan xat bo'lib qoladi. Chiqmaganda anandagi zidagi ji bo'ladi. Ikkisini qanday farqlantiramiz desak, mandaq o'ylasak, yijing degan allaqachon bo'lib bo'lgan ish. Bo'lib bo'lgan ish bo'lgandan keyin ustiga chiqatdi. Chiqib bo'ldi. Natixi chiqmagani shu ziji o'zimiz. Shunaqa. 好，这是自己 ma'nosi o'zi. Masalan, bu tamoqni men o'zim etdim desem, 这顿饭是我自己做的。这顿饭是我自己做的。uyda kim bor? 家里有谁？家里有谁？ Men o'zim yolg'iz, 我自己一个人。我自己一个人。Men o'zim boray, 我自己去。我自己去。那么yani masalan, 我自己完成了这所有的工作。Men o'zim mushu barliq xizmatlarni putladim degandek自己 o'zi o'zim degan ma'noni bildirdi. Xo'ylama. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z 高中 degan o'rganib bo'ldik shunaqa, egiz degan ma'noda dian hang anandagi kou shu hang zhe gou qilib yana bir tal kou. 那中 degan xitimiz 就是中国的中对吧？树横折横树对高中 to'liq o'ttir deganni 高中 deymiz. To'liq o'ttir 高中 masalan mening balam to'liq o'ttirda o'qiydi desak 我的孩子上高中了 我的孩子上高中了 desak bo'ladi. Nima siz to'liq o'ttirni qayerda o'qigan desak 你高中在哪儿上的 你高中在哪儿上的 desak bo'ladi. 高中 to'liq o'ttir. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z 学历 学习dagi 学 shunaqa, 点点撇 qilib 撇 hangou osti bir tal zi. Li deganimiz tarixdagi li, hang 撇 hang zhe gou 撇 tarixdagi li. 那 学 degan o'qish, li degan tarixni 学历 bo'lsa, 就是 o'qish tarixi. Masalan, siz qanchalik o'qigan xuddi shu unvoningiz qandaq deb degan bo'lsak, o'qish tarixini surishtirgan vaqtimizda, 我们可以说你是什么学历 yoki bo'lmasa 你的学历是什么 deb so'rasak bo'ladi. Masalan, men to'liq o'ttiruvchi o'qigan bo'lsam, 我是高中学历 desak bo'ladi. 我是高中学历. Nima, masalan, men shu bakalavrgacha yoki bo'lmasa
aspirant qıçı oqıgan bolsam, oşo 我是硕士学历 desek boludu va 我是硕士 deganimiz aspirant. 我是硕士学历 desek boludu. Ha, 学历 o'qish tariximiz. Keyingi so'z 学校 deb o'rganib boldik-ku. 学校 deganning ma'nosi nima? Maktab. Nima shu maktabda biz nima ish qilamiz? O'rganish qilamiz. Shu o'rganish degan xatni chiqarsak, shu 学 degan bo'sh xat. Den pie qilib, pie hangou, anan degan ostiga bir tal zi. 学 o'rganish. Masalan, Hanzu tili o'rganma desak, 学汉语. İngilizce o'rganma desak, 学英语. Nima matematik o'rganma desak, 学数学. O'rganish qilish desak, 学习. 你在干什么呢? Nima ish qilyapsiz? 我在学习呢. 我在学习呢. O'rganish qilyapman. 学什么呢? Nima o'rganyapsiz? 我在学汉语. Hanzu tili o'rganyapman. 好，学 anan degan mundaq bir gap bor-ku. 活到老，学到老. Ma'nosi nima? Shu o'lgichi o'rganish qilishni to'xtatmaslik kerak degan bir gap bu. 学无止境啊，学无止境。好，这个是学 o'rganish degan gap. And then keyingi so'z 汉语. 汉语. Biz hozir nima o'rganyapmiz? Hanzu tili o'rganyapmiz. Hanzu tilini nima deymiz? 汉语 deymiz. Nima kunda deymiz? 教你学汉语，教你学汉语. Shu 汉语 degan xat. Shu qanday yozib ekanmiz? 3点水, anan degan bir tal yu, yana degan yu. Yu deganimiz 是一个言字旁, anan degan ustiga 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 degan 5, anan degan ostiga bir tal 口, 汉语. Ma'nosi Hanzu tili. Men Hanzu tiliga bak amroq desak, 我非常喜欢汉语. 我非常喜欢汉语 desak bo'ladi. Yana masalanga u Hanzu tilini bak yaxshi o'rgandi, Hanzu saviyasi bak yaxshi desak, 他汉语学的特别好, 他汉语学的特别好. Yoki bo'lmasa uning Hanzu saviyasi bak yuqori desak, 他的汉语水平很高. 他的汉语水平很高 desak bo'ladi. 好, endi 兴趣. 兴趣. 兴 degan bu xat qaysi xatgan? 高兴 deki 兴, xo'shal deki 兴 shunday-ku. Den pie qilib hang, anan degan pie na. 对, 这是兴. 去 degan bu xatga qarsak, aldı bir tal 走, mingishdeki 走, 对吧? Anan degan quloqdeki ardo deki ar, andan bir tal yu. Yu, yana deki yu. Nama 去 degan xat qiziqarliq degan gap. Nama 兴趣 bir yerga kelsa, o'sha qiziqishi. Qiziqishi. Masalan, siz nimalarga qiziqsiz desak, 你的兴趣是什么? Yoki bo'lmasa, 你有什么兴趣 desak bo'ladi. Ma'lum bir narsaga qiziqqan bo'lsak, 我对什么什么东西感兴趣 desak bo'ladi, 或者有兴趣. Masalan, men muzikaga bak qiziqaman desak, 我对音乐很感兴趣. Men usulga qiziqaman desam, 我对舞蹈很感兴趣. Men Hanzu tili o'rganishga qiziqaman desam, 我对学汉语很感兴趣. 感兴趣 desak bo'ladi. 对什么什么感兴趣. 好, bir narsaga qiziqish. 好, unda bo'lsa, 爱好. 爱好. Qanday yozamiz? Ay, yaxshi ko'rishdiki ay, pieden den pie qilib anan degan pie hangou osti bir tal you, 朋友 deki you. Ma hao degan xatni qanday 4-ton qilib hao qilib o'qiymiz. 爱好. 一个女, 一个子, 爱好. Bu qiziqishi. Shuning uchun biz shu 兴趣 bilan 爱好ikkisini doim bir yerga qo'shib ishlatamiz. Shu sizningki siz nima narsalarga qiziqamiz desak, 你的兴趣爱好是什么 deb so'raymiz. Nima u men 可以说 bayam dedik, qiziqqan bo'lsangiz, odatda so'rg'a vaqtimizda 你的兴趣爱好是什么 deb so'raymiz. Agarda 兴趣ni ishiltib turib javob bergan bo'lsangiz, 我对什么什么感兴趣 dedik-ku. Nima 爱好ga qarta javob bergan bo'lsangiz, u vaqtida 我的爱好是
我的爱好是 Masalan, men naqshi tishqa qiziqqan bo'lsam, o'sha 我的爱好是唱歌 我的爱好是跳舞 我的爱好是打篮球 desak bo'ladi. 好, 兴趣爱好 qiziqish. 好, lekin ma 爱好ni 我对什么什么爱好 desak bo'lmaydi. 我的爱好是什么什么 deyishimiz kerak. 好, and then 唱歌 唱 一个口 ustida bir tal r ostida yana bir tal r lekin ustidagi marjini sal bundaq o'rg'iroq ostidagini semizroq qilib yozamiz. G degan xatga qarasak g g esimizda bormi? Oldiga bir g ni yozib, anandagi niliqi qitimdagi ts degan xat bor, u ashuning keyni pie hang pie, anankin pie hang go pie na qilsak 就是naqshidagi g, naqshini g deymiz. 唱 degan itish, na 唱歌 bo'lsa 就是naqshi itish. Men naqshi tishqa amroq desak, 我喜欢唱歌. Men naqshini yaxshi aytolmayman desam, 我唱歌不好听. Mungluq deganni 好听 deydiq-ku, naqshini yaxshi aytolmayman demak, naqshi mening aytgan naqsham toza mungluq emas degan holatda desak bo'ldi. Shu vaqtda nima deymiz? 我唱歌不好听. Nima bu yoqning naqsi bek mungluq degan bo'lsak, 他唱歌特别好听 desak bo'ladi. 他唱歌特别好听 desak bo'ladi. 唱歌 naqshi aytish. 好, 我的爱好是唱歌. Mening qiziqishim bo'lsa, naqshi aytish. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z shu. Shu. Biz kunda o'rganish qilamiz deymiz. O'rganish qilgan vaqtimizda qo'limizda bir narsa bo'lmasa, o'rganish qilgandek hissiyotda bo'lmaymiz. U nima? Kitob. Shu 就是kitob degan gap. Yozilishi hang zhe gou shu dian shu kitob. Men bir kitob setib oldim. 我买了一本书. 我买了一本书. Andan keyin bu kitob qancha pul? 这本书多少钱? 这本书多少钱? Bu nima kitob? 这是什么书? 这是什么书? desak bo'ladi. Shu kitob. 电影 电 tokdagi 电 shunaqo 电话dagi 电 shu hang zhe hang hang shu wan go. Nama ying degan xatga qarasak yozilishi ustida bir tal r kundagi r. Osti Beijing的京 Beijing的京 anda machiti pie pie pie. 三个pie 电影 ma'nosi kino. Nima kino ko'ryapsiz? 你在看什么电影呢? 你在看什么电影呢? Bugün kechda kino ko'rib kelaylik. 今天晚上我们去看电影吧. 今天晚上我们去看电影吧. desak bo'ladi. 电影 kino film. 好, onda bo'lsa keyingi so'z 运动. 运 bulutdagi yun esimizda bormi? Hang hang pie zhe dian. Andan oldiga bir tal zou zhi di. Dong degan xatga yana bir tal bulutdagi yun, andan keyiniga bir tal li, kuchdagi li. 运动 harakat degan ma'noni bildirdi. Men harakat qilishga amroq, chiniqishga amroq desak, 我喜欢运动. 我喜欢运动. Siz qandaq shu harakatlarga, xo'ja shu bundaq tan harakatlarga, siz qandaq tan harakatlarga amroq desak, 我说你喜欢什么运动? 你喜欢什么运动? Men yugurishga amroq desam, 我喜欢跑步. 我喜欢跑步 desak bo'ladi. 我爱好运动 degan bo'lsak, men tan harakat qilishga amroq degan ma'noni bildirdi. Xo'p, unda bo'lsa, keyingi so'z 柳 柳 pie shu ti hang zhe gou pie. Andan ostida bir tal tian. 留 qoldirish degan ma'noda. Qilib qiling desak 留下. Eyliq vaqtida mushu nimangizni aloq qilish usulingizni qoldirib qo'ysangiz bo'lamdi desak nima aytdik? 能留下你的联系方式吗? 能留下你的联系方式吗? Mushu shu留下 qoldirib qo'yish. Nima 留 qilib qilish degan ma'noda chiqadi. 留 没问题吧?
下一个字简历简历简degan bu so'z bayamiliqi jendanning ishidan chiqdi shundaqo一个竹字头anang degan asti bir tal日一个间一间房子的一个间门能写的bir tal日那么历横撇横折勾撇历 tarixdagi历那么简历deganimiz 就是 tarjimali sizning tarjimalınız desek nida简历masalan bizga o'zingizniki bir yurish tarjimalıngizni qoldirib qo'ying desek 留一份你的简历留一份你的简历 desek bo'ladi 好简历 bu mening tarjimalim desek 这是我的简历这是我的简历 tarjimalıngizni aytaldingizmi desam 你带简历了吗你带简历了吗 desek bo'ladi 好 unda bo'lsa keyingi so'z 如果如果 yazilishi 如 degan xat degan nü kaynida bir tal kou 如 果 deganimiz mevadagi go shunaqa shu hang zhe hang 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 shu pi na qilsak bo'ldi 如果 degan bu so'zning ma'nosi agar agar masalan agar atda yomg'ir yog'sa men hech nega bormayman 如果明天下雨我就哪儿也不去 agar men siz bo'lgan bo'lsam bunda qilmaydim 如果我是你我就不会这么做 如果我是你我就不会这么做 agar atda orom olgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi 如果明天休息就太好了 如果明天休息就太好了 degan bo'lib chiqadi 如果 ma'nosi agar 好 unda bo'lsa keyingi so'z 通知通知 tong degan bu xat qanda hang zhe qilib yoki bo'lmasa hang pie degan andan 用 isimizda bormi 生活用品dagi 用 ashidan birsi anan degan bir 组织的 ezib bo'lgan degan 知 是知道dagi 知 bilishdagi 知 pie hang hang pie degan qilib majidga bir tal kou aytilamiz 通知 uqtirish degan ma'noda uqtirish bugun kechda yig'in bor desek 通知今天晚上有一个会议通知今天晚上有一个会议 yoki bo'lmasa uqtirish bugun kechda yig'in ochamiz desek 通知今天晚上要开会今天晚上要开会 desek bo'ladi 好 uningdan boshqa uqtirishni ham ism qilsak ham bo'ladi ham shu pil qilsak ham bo'ladi ism bo'lgan chaqda shu uqtirishning o'zini ko'rsatib beradi pil bo'lgan chaqda boshqa bir odamga uqtirish qilgan bo'ladi masalan siz uningga uqtirib qo'ying ata ishlaymiz desak 你通知他明天要工作你通知他或者明天要上班 desak bo'ladi 通知 uqtirish uqtirib qo'yish 好 unda bo'lsa keyingi so'z 希望希望 yazilishi pena qilib anandagi bu degan xat hang pie shu hang zhe gou shu wang degan xat dian hang shu ti qilib menda kichik bir oy bor yiga yu shunaqa osti bir tal wang wang degan xatda 希望 ma'nosi umid qilish bu hammamizning umidi desek 这是我们所有人的希望 desek bo'ladi pil qilib ishlatgan vaqtimizda umid qilish deymiz-ku nima men opam dadamninki salomat bo'lishini umid qilaman desam 我希望爸爸妈妈健健康康的 我希望爸爸妈妈身体健康 desekmi bo'ladi men o'zimninki bir yaxshi oliy maktabda o'qib chiqishimni umid qilaman ya bo'lmasa yaxshi oliy maktabga o'tishimni umid qilaman desak 我希望自己能考上一个好大学我希望自己能考上一个好大学 desak bo'ladi men o'zimninki kelgusida bir yaxshi xizmatga erishishimni umid qilaman
desem 我希望以后有一个好工作我希望以后有一个好工作 desek boludu 希望 ümit qilish那么bu yerda bu mening ümidim degan vaqtimizda nurg'un bolalar 这是我的希望这是我的希望deydi bundaq desek bo'lmaydi va bundaq desek bo'lmaydi bu mening ümidim degan vaqtimizda 这是我的期 mundaq iliqi shinchidagi chi bag'u ashuni ishlasak bo'ladi 这是我的期望 desak bo'ladi yoki bo'lmasa 这是我的愿望 desangizmi bo'ladi 这是我所希望的 desangizmi bo'ladi lekin 我的希望 deb demaymiz好 unda bo'lsa eng oxirgi so'z 机会机会机飞机dagi机 aeroplandagi机 shunaqa 一个木 and then 撇横折弯钩机会呢就是开会的会会不会的一个会上面是一个人下面是一个云机会 fursat Manga bir fursat bering desek 给我一个机会 yoki bo'lmasa 给我一次机会给我一次机会那么fursat g'animat o'tab ketsa kelmaydi desek 机会难得 yoki bo'lmasa buni aslicha 机不长失失不再来的bir so'z bor bu fursat nihoyatda tasti keldi desak 机会难得 desak bo'ladi 机会难得 menda faqat shu bir qitimlan fursat bor desam 我只有这一次机会我只有这一次机会 fursatni ching tuting desak 抓住机会抓住机会 desak bo'ladi ha unda bo'lsa bugungi so'zlarning hammani tushundikmi saboqdoshlar amsa Manga ergishib har bir so'zni 2 qitim o'qib o'taylik. 应聘应聘人事部人事部经理经理岗位岗位销售销售简单简单介绍介绍自己自己高中高中学历学历学学汉语汉语兴趣兴趣爱好爱好唱歌唱歌书书电影电影运动运动留留简历简历如果如果通知通知希望希望机会机会好那亲爱的同学们今天我们的作业呢还是一样的 topshiriqimiz o'xshash qanday所有的生词抄2行然后呢选择其中的5个造句 barliq so'zliklarni 2 qo'rdan ko'chirib o'ttirdan qancha 5ni tanlab turib jumla tuzib bo'ldi 老师还是那句话 yana o'xshash gap 希望同学们在下面tuanda turib qanday 认真按时完成我们的作业然后每一天都不要忘了学习astoydillik bilan andan keyin shu vaqti-vaqtida topshiriqimizni bitirib garchi men tekshirib bo'lmagan bo'lsam-ku lekin 我们可以自觉一点 o'zimizni so'rab degandek andan keyin shu hanzu tilni har kuni pishiqlab o'rganib turishimizni umid qilaman unda bo'lsa bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin 同学们下一期再见